Metan gazlari bor. Metan bor. 68 million yozilgan ekan. Tan narxi 15 million, propanlari bor. 2005-yil propan gazlari bor. Mana xohlasanglar naqdga. Yurib turgan mashina. 2020-yil metan gazlari bor, kraskalari top-toza, 127 ming yurgan mexanika Nexus uchimiz. Oqlan tertalashgan, har xilidan bor. Shot spravka nomlari yozdirib chiqarib beraman. Midnight, MSM Midnight, Hammasi MSM, Midnight MSM, oxirdagi Style MSM. oxiridagi Style MSM. Style MSM. Assalomu alaykum hammaga, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anishir. Bugun 9-mart do'stlar, hafta kuniga dushanba. Osiyo Avtodan yangi video kutgan obunachilarimiz uchun men bugun kelgan biza yangi video obzorlarimizni boshlab olamiz, xudo xohlasa hozir do'stlar. Mana ko'rib turibsizlar, shuncha odam turibdi, trading xizmati ishlab turibdi. Har kuni ish kuni do'stlar. Bugungi video obzorimizda Asadbek bilan birgalikda olib boramiz. Assalomu alaykum. Asadbek aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Osiyo Avto obunachilari, G'anishir o'z obunachilari. Mana bugun 9-mart, shunday dushanba kuni hafta kuniga o'tgan bo'lsa ham opa-singillarimizni hamma ayollarni o'tgan 8-mart bayrami bilan tabriklaymiz. Bugun havomiz ozroq aynib qoldi. Qisqacha qilib ko'rsatib o'tamiz. Obzorda. Endi naqdini ham, tan narxi qancha, kreditga xohlashsa kredit hammasini tushuntirib o'tamiz. Avvalambor iloji bo'lsa kredit olmaylar. Endi hisoblangan kimdir kreditga naqd pul yig'a olmaydi, kredit asosida xarid qiladi. Har xil variantdan ko'rsatib o'tamiz. Har doimgidek Damas'dan boshlaymiz. Damazdan bu eskisi hisoblab olinganmi deyman. Bu eski Damas hisoblab olingan. Damas 1 15 million so'm narxi. Tan narxi 15 million, propanlari bor. 2005-yil propan gazlari bor. Mana xohlasanglar naqdga. Yurib turgan mashina. 2024-yil 2024. Bu sotilmagan? 2024. Hozir baraka olishibdi-da. Chapar qo'yishgan ekan, baraka olingan. Chapar qo'yishibdi, hozir baraka olishibdi. Sotildi. 78 million so'm. Yana bor, yana ko'rsatamiz. 2024 31 ming yurgan propan gazlari bor. Kraskalar top-toza, 13 diska balolar qo'yilgan. 24 31 ming yurgan, 80 million yozilgan ekan tan narxi. Kraskalar toza. Top-toza kraskalari. Chexol qilinmagan poliklari bor. Holati ham zo'r, yaxshi saslanib turibdi. Holati yaxshi. Bu mashinamiz ham tan bahosi 78 million so'm. Kapital bank orqali, Hayot bank orqali hisoblaganmiz. Hayot bank orqali 12 ta viloyatga ham chiqadi. Kapital bank orqali faqat Qashqadaryo viloyati uchun chiqadi. Hayot bankdan 12 ta viloyatga ham ketaveradi. Shunday, ikkalasi ham 5 yil muddatga hisoblangan. Ili Hayot bank orqali imkoniyati kamroq bo'lsa bosh to'lovga xarid qilishsa ham bo'ladi. O viloyatining qizig'i yo'q. Hayot bank hamma viloyatga chiqarib beradi. Bu mashinamiz tan narxi 78 million so'm, 25 million bosh to'lov bilan Kapital bank orqali chiqadi. 2 milliondan oylik to'lov. Hayot bank orqali 12 millionga ham chiqadi. 12 million bosh to'lov bilan hamma hujjatlar ichida chiqadi. Dokumentlar, nomer hammasi ichida. Laboni ham ko'rsating. Labo so'raganlarga men labo ham olib kelib qo'yishgan. 2023-yil metan gazlari bor, 100 ming yurgan. Diska balonlar qo'yilgan. Mana diska. Holatlari yaxshi. Orqasiga rezinlar to'shalgan. Rezinlar to'shab yuk tashishga tayyor qilib qo'yilgan. Bu mashinamiz tan bahosi 81 million so'm. 81 millionga. 81 million so'm qilib beramiz. 29 million 500 ming bilan Kapital bank orqali chiqadi. 1 million 980 mingdan oylik to'lovlar. Imkoniyat kamroq bo'ladigan bo'lsa 13 millionga Hayot bank orqali chiqadi. Xohlovchilar bo'lsa. Xohlovchilar bo'lsa, Damas, Labo, Pachka, salondan ham shot spravka nomlariga qilib beramiz. Har xil variant bor. Har xil variant. Rasrochka bor mana. Xohlasa tayyordan, xohlasa bu nimalardan, pachkalardan qilib beraveramiz. Shunday. Sparkimiz ham bor, Sparkni ham ko'rsatib ketaylik. Spark 2018-yil avtomat Spark. 18 mi yili buni? 18. Avtomat Spark so'raganlar. 212 ming yurgan. Chexollar qilingan, tayyor turibdi. Gazi ham bo'lsa kerakmi? Metan gazlari bor. Metan bor. 68 million yozilgan ekan. Metan emas ekan. Mashinamiz benzinda ekan. Benzinda? Benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Mana.
Bu mashinamizda tam bahosi 66 million so'm. Aha. Agar kredit asosida xarid qilaman deyishsa, 25 million bosh to'lov bilan chiqadi. 2 million 370 mingdan 3 yil muddatga. 3 yilga bu. 3 yil muddatga chiqadi oylik to'lovlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol telefon qilishsa bo'ladi. Shuni. Gentralardan ham ko'rsataylik aka. Gentra. Ha, Gentra avtomatdan ko'rsatib o'tgan safar mexanikalardan ham tiniqlardan kelgan. Ko'rsatib o'tamiz. 2023-yil 27 ming yurgan 4-paketli yangi metan gazda qo'yilgan. Holati ideal turibdi mashinamizda. Ko'rsanglar bo'ladi. Tonirovkalari bor ekan. Tonirovkalari bor. Bu mashinamiz Kapital bank orqali 38 million 500 ga chiqadi. 38 million 500. 38 million 500 ga hamma hujjatlari ichida chiqadi. 3 million 340 mingdan oylik to'lovlar. Hozir 5 yillik aytiladi. 5 yil muddatga. Hayot bank orqali 13 millionga chiqadi. 13 million so'mga chiqadi. 13 million so'mga chiqadi. Hachga yangisidan so'rashsa, tayyoridan. Bu probeg kamroq. Bu ham mexanika. Ha, mexanika 5,5 ming yurgan. Benzinga bu mashinamiz. 5,5 ming yurgan. 5,5 ming yurgan 2023 benzinga. Bu mashinamiz ham xuddi shunday. 38 million 500 ga chiqadi, 3 million 340 mingdan oylik to'lovlari, 13 million bosh to'lov bilan Hayot bank orqali. Ikkalasini bosh to'lov, oylik to'lov ikkita bankdan ham bir xil. Bunisining probegi kamroq, unisini probegi 27 ming, metan gazda qo'yilgan tayyor. Tayyor. Kimgadir qaysi biri qiziq bo'lsa bemalol. Xohlasa bo'ladi. Xo'p, bu yerda ham Gentralarning har xilidan bor. 22 avtomat korobka, 22-23 propan gazlari bor. 94 ming yurgan bu mashinamiz. Avtomat. Amerikanka optira qo'yilgan, 4 ta mягкий balon qo'yilgan. Pultlari ham bor. Salon qismini ham ko'rsating. Ideal sostavda turibdi, monitorlar qo'yilgan. Bu mashinamiz tan bahosi 143 million so'm. 143 ga. 143 million so'm qilib beramiz. 141 million so'm qilib beramiz. Skidga tushirishibdi yana. 141 million qilib beramiz. 28 million 500 mingga Kapital bank orqali chiqadi. 28 million 500. 28 million 500 ga. 3 million 900 ming so'mdan oylik to'lovlari chiqadi. Agar imkoniyat kamroq bo'ladigan bo'lsa, 5,5 millionga hamma hujjatlari ichida Hayot bank orqali ham chiqarib beramiz. 5,5 million so'mga. toza. 5,5 ga chiqadimi? Yarimi yo'qib ketgan mashina emas, top toza. 5,5 million so'mga chiqadi. Shunday. Yarimi emas, tozasidan. Оформление pul emas-da. Shunaqa. Yomg'ir yog'ishiga qaramasdan real savdo ham bo'lyapti. Shunday mana. Mashinalar kelib hisoblanib qolinadi. Oqlan tertalashgan har xilidan bor. Kobaltdan ko'rsatamiz. Endi Cobalt, legendarniy Cobalt. Legendarniy Kobaltdan ko'rsatamiz. Salonga vizit tayyorlab yubormaysizmi? Yo'q, biz vizit o'ynamaymiz. Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? 2020-yil mexanika 100 ming yurgan. Metan gazlari bor, kraskalar top toza. Metallari bor, mexanika bu. Mexanika korobka. Bu mashinamiz tan bahosi 113 million so'm. 4 yil muddatga chiqadi bu kredit asosida xarid qilaman deyishsa. 42 million bosh to'lov, 3 milliondan 4 yilga. 3 milliondan 4 yil. 3 milliondan 4 yilga. Mexanika o'zi ancha tortilib qolgan lekin, Mexanika kam, mexanika tortilib qolgan. ...22 avtomat kabel. Kraskalar top toza, mashinamizda ham chexol, poliklar qilingan, metan gazlari bor, mягкий balonlar qo'yilgan. Chexollarni yaxshisidan qo'yilgan ekan. Holati yaxshi, zo'r turibdi bu mashinamizda ham. Bu mashinamizda tan bahosi 122 million so'm. Aha. 32 million 500 mingga Kapital bank orqali chiqadi, 3 million 180 mingdan oylik to'lovlar.
Agar imkoniyat kamroq bo'ladigan bo'lsa 9 millionga ham chiqadi. 9 million so'mga ham 9 million so'mga ham hamma hujjatlari ichida chiqadi. Banklarda foizlar tushadi deyishgan, hali tushdimi, tushmadimi shu narsa? Hali o'zgarish bo'lgani yo'q foizlarda. Unaqa o'zgarish bo'lgani yo'q hali. Lekin shuni bilaman, narxlarni tushiryapmiz. Mashinaning o'zini narxi tushadi. Mashinaning o'zini narxini tushiryapmiz. Naqdga oladigan odamga qancha qulay? Bularni oldiga kelganim sababi Bular pachkami? pachka, shot spravka nomlari yozdirib chiqarib beraman. Midnight, MSM Midnight, Hammasi MSM, Midnight MSM, oxiridagi Style MSM. oxiridagi Style MSM. Style MSM. Midnight MSM bosh to'lov 58 million bilan chiqadi. 3 million 560 mingdan. 5 yilga. Ha, 5 yilga shot spravka nomlari yozdirib beraman. Notariusga pul ketmayapti. Notarius qilishmaydi. Notarius ichida kitobdi. Style MSM Style MSM. bu 54 million bosh to'lov bilan chiqarib beraman. 3 million 360 mingdan oylik to'lovlar. 3 million 360 mingdan. Hammasi pachka turibdi mana. 12 kilometrgina. Pachka. Kimnidir nomiga chiqqanda oldi sotdi qilib bermayman. Birdan prama shot spravka nomlari yozdirib beraman. Nomer ham taqilmagan. Shu turish 0 probek. Bugun ko'rsatmaganlar Nexia 3larimiz qoldi. Shunday, hammasidan ko'rsatamiz. Nexia 3 bor. Spark ko'rsatdik, Damas, Gentra, Cobalt. Endi Nexia 3larga navbat. 2020-yil metan gazlari bor, kraskalari top-toza, 127 ming yurgan mexanika Nexia 3'imiz. Mexanika. Bu mashinamiz tan bahosi 90 million so'm. Bu mashinamiz ham 4 yil muddatga chiqadi agar kredit asosida xarid qilaman deysiz. 4 yilga. 4 yil muddatga chiqadi, 33 million bosh to'lov bilan chiqadi, 2,5 milliondan oylik to'lovlar. 2,5 million. Oylik to'lov zo'r, lekin 4 yilga bo'lsa. Mashina o'zi ham toza, hech qanday ayblari, bo'lari yo'q. Avtomat Nexia 3'imiz bor edi, hozir bir mijozimiz haydab ko'rgani olib chiqibdilar. Avtomatdan ham ko'rsatib o'tadi. 2021-yil. Oq rang. Oq svet 31 ming yurgan, 115 million so'm tanlab. Kraskalari top-toza. Probegi qancha dedingiz? 31 ming yurgan. Probegi ham kam ekan. Probegi ham kam, oq svet 2021 edi. Hozir mijozimiz haydab ko'rgan olib chiqibdilar. Mashina markasidan muammo yo'q. Tracker ham bor, Kia Sorento bor, Equinox, hamma mashina modellaridan bor. Xohlasa eskisilar Matizlargacha bor. Eski Matizlardan ham bor. Bugun hisoblab olingan mashinalardan ko'rsatmadim. Bismillah. Hammasi yili yangiroq mashinalardan ko'rsatdim. Hisoblab olingan mashinalardan ham bor. Hisoblab olingan mashinalarni endi Instagramga qo'yaveramiz. Instagramga alohida qilib chiqaramiz uni. O'zi qo'yishga ham ulgurib bo'lmayapti-da. Sotilib ketadi. Birdan kelgandan birdan baraka bosib egalik qila olishadi. Shunday. Unda hozir YouTube'ga o'zimni olib qaraganimizda yangilarini ko'rsatib o'tdik. Yangilardan ko'rsatdim. Eskilari hisoblab olinganlarni ko'rmoqchi bo'lsa Instagramga o'tishadi. Yangi mana bunaqa salondan 0 probek olaman deydiganlar bo'lsa YouTube'dan ko'rsatadi. Bemalol ko'rsa bo'ladi. Endi qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tdim. Qaysidir agar kamroq ma'lumot bergan bo'lsam, kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr. Qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar Telegram, Instagramga o'tolsanglar ham qolgan mashinalar haqida ma'lumot berib o'tamiz yoki telefon qilsanglar ham ma'lumot beramiz. To'ppa-to'g'ri hammani taklif qilamiz. Ish kuni har kuni kelaverasizlar bemalol. Kelaverasizlar. Sizga rahmat. Tanishlar aka, sog' bo'ling, charchamang. Tanishlar obunachilar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Rahmat.